Agar taqinchoqlaringizga faqat qarindosh va tanishlaringiz zakaz berayotgan bo'lsa, hoziroq bu xatoni qilishni bas qiling. Deyarli hamma taqinchoqchilar shu xatoni qiladi, lekin bu sirni biladiganlar uchirib taqinchoqlarni sotyapti. Siz faqat tayyor taqinchoq rasm va videolarni qo'yasiz va nega zakaz kelmayapti deysiz. Lekin odamlar tayyor taqinchoqlarni emas, uni qanday yaratilish jarayonini ko'rishni yaxshi ko'radi. Taqinchoqni yasayotganingizni, qanaqa jarayonlardan o'tishini, qanaqa furnituralar olayotganingizni, zakazlarni yasalish jarayonlarini videoga olib qo'ying va bitta zakaz sizga 3 ta 10 ta bo'lib qaytib keladi. Va upakovka jarayonlarini qo'yishni ham aslo unutmang. Chunki odamlar faqat mahsulotni emas, uni ortidagi mehnatni va ishonchni ham sotib olishadi. Shu sohani rivojlantirishni yoki boshlashni xohlasangiz, men siz uchun ajoyib test tuzib qo'ydim. Siz nima uchun boshlay olmayotganingiz, qayerda xato qilayotganingiz va aynan qaysi bosqichda siz ko'proq natijaga erishishingiz haqida aniqlab olishingizga yordam beraman. Testni bajarish uchun profilimga kiring. Profilim shapkasidagi mana shu silkani ustiga bossangiz, siz turgan bosqichni aniqlab beruvchi va muammolaringizni aniqlovchi test chiqadi.